Xitoy va Sharq Turkiston masalasi mutaxassisi Ardian Zenis yangidan oshkorlagan Xitoy maxfiy hujjatlari ustida e'polgan tekshirishga asosan yig'ilish lagerda tutib turilayotganlar sonining 1,800,000 atrofida ekanligi bildirildi. U ommaviy taratquv hisobida mundaq dedi: "O'yin oxirlashdi. Bugun e'lon qilingan yangi hujjatlar kasbiy maktab nomidagi yig'ilish lagerlaridagi vahshiyliklarni o'ttirg'i chiqadi. E'lon qilingan hukumat hujjatlarida lagerga qamalgan yuzlagan ism berilgan. Yig'ilish lagerlariga qamalg'uvchilarning 27% dan tashkil qilgan bu tizimlik oila boshliqlarining 50%ga teng keladi. Bu mening taxminim, qamalg'uvchilar soni taxminan 1,800,000 dedi. Sharq Turkistondagi Xitoy zulmi haqida to'xtalgan Abdusalom Taklimakan Qur'oni Karim o'qiganligi uchun turmaga kirgan do'stlarimiz bor dedi. Sharq Turkiston yangi nasl harakatining raisi Abdusalom Taklimakan Sharq Turkistondagi zulmlar haqida so'zlar ko'shigi nomli YouTube kanalining ziyoratini qabul qildi. O videoda Sharq Turkistonliklar nima uchun zulmga uchraydi, Xitoy sizlardan nimani talab qiladi degan savolga Xitoy bizning kimligimiz va e'tiqodimizdan voz kechishimizni talab qiladi deb javob berdi. Yaponiya Bosh ministri Abe Shinzo Xitoyga Hong Kong alayda ma'mur rayonining avtonomiya huquqiga hurmat qilib, erkin va ochiq tuzumni davomlashtirish chaqirig'i qildi. Yaponiya Kido agentligining xabar qilishicha, kabin sekretari Suga Yoshihide Yaponiya Bosh ministri Abening Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan bo'lgan uchrashish haqida bayonot e'lon qildi. O Bosh ministr Abening Hong Kongning bir davlat ikki xil tuzum prinsipi ostida taraqqiy qilishiga ruxsat qilinishi hamda erkin va ochiq bir siyosiy sistemaning davomlashtirilishini ta'kidlaganligini bildirdi. Yer shari vaqt gezining ismini oshkorlamagan Xitoy hukumatiga yaqin manbalardan naql qilib bildirishicha, Xitoy va Amerika birinchi bosqichlik savdo kelishimi imzolashga oz qolgan. Mazkur agentlikning Twitter hisobida e'lon qilishicha, Xitoy Amerika bilan savdo kelishimining 2 va 3 bosqichini davomlashtirish uchun va'da bergan. Amerika prezidenti Donald Trump har ikki tarafning savdo kelishimining asosiy temalari haqida fikr birdagligi hosil qilganligini aytib bir oy o'tgan bo'lsa-mu, lekin hozirgacha bir kelishim imzolanmadi. Reuters agentligi o'tgan haftadagi bir xabarida savdo mutaxassislari va Amerika hukumatiga yaqin kishilarning savdo kelishimining tunji bosqichining kelar yilgacha so'zilib ketishi mumkinligini aytganligini bildirgan edi. Ankara valiligi havo mudofaa sistemasi qurilishi doirasida poytaxt osmonlarida F-16 aeroplanlarining yuqori va tuvan bo'shliqda uchish bo'lganligini bildirdi. Uchish aeroplanlarining uchish saviyasining S-400 havo mudofaa sistemasi uchun ta'lim-tarbiya faoliyatlarini o'z ichiga olganligini bildirdi. Rossiyadan 2,5 milliard dollarga elingan bu sistemaning o'rnashtirilishining sinaq faoliyatlarining oxirlashi bilan 2020-yil aprelda tamomlanishi planlanmoqda. Amerika Turkiya setib olgan bu sistemaning NATO mudofaa sistemasi bilan mos kelmaydiganligini aytib, Turkiyani F-35 turidan chiqarib o'tgan edi. Germaniyaning Dresden shahriga joylashgan Yevropaning eng qadimiy muzeylaridan biri bo'lgan Gronash Gewölbe muzeyiga o'g'ri kirdi. Muzeydan taxminan 1 milliard yevro qimmatidagi tarixiy asarning o'g'irlanganligi bildirildi. Bu voqea sahar soat 5:00 yuz bergan bo'lib, o'g'irlar muzeyning tokini kesib o'tgan va kichik bir derazdan ichga kirgan. Germaniya soqchilari voqeani tekshirayotganligini bildirdi.